Assalomu alaykum, ben Bozor Rus kanalining kuzatuvchilari. Bugun sotuvimizda BMW E34 mashinasi narxi $5900. Egalari xayrigan u bu narsa o'tib beraman deyaptilar. Xo'p, mashinamiz 92-yil. M50 2,5 litr chugun motor, Vanus mexanik korobka bilan jihozlangan. Mashinamiz Cherokee morda. Mashinamiz bezlyuk variant. O'zini radnoy 15 dyumdagi radnoy BBS diskalari turibdi. Zapaskasigacha xuddi shu diski balon. Xo'p, oldi orqa tasatga qilingan. Turishini qaranglar. Xo'p. Texnik juda ham ideal holatda. Hadovoy deysizlar, motor deysizlar, 1 gram moy yemaydi. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli holatda o'rtoqlar. Qaranglar. Kuzovida bir ikkita mayda tosh tegan joylar bor. Shularni qarab, to'g'irlab chiroyli holat keltirib qo'ysanglar, salon qismi mana o'zini velour sidenalarida. Hop, patolog osilib qolgan o'rtoqlar. Oldi shoper sidenasida mana shu yoqda ozgina muammosi bor ekan. Atak prinsip mashinamiz juda ham zo'r holatda o'rtoqlar. Hozir zavat qilib hozir eshittiramiz. Mana o'rtoqlar, kelib bemalol ustiga tekshirtirib xarid qilsanglar bo'ladi. Holati bo'yicha, lekin texnik holati bo'yicha, ko'rinishi bo'yicha juda ham puliga arziydigan mashina. Mashinamiz 60 partiya. Xohlovchilarga genam beramiz, ili afon qolasizlar. Rahmat hammaga.